Shunaqa, bugun demak muxlislarimiz bor, kelib o'tiradi. Nafaqat Boburning muxlislari bu yerda. Rahmat aka, sizni ham muxlislaringiz yig'ilgan. Bizni ham muxlislarimiz yig'ilgan. Shu narsadan foydalanib bitta tadbir qilamiz. O'ylaymanki, juda ham chiroyli o'tadi. O'tgan tadbirimizdan xabaringiz bor. Yusuf aka o'tkazdilar. Navoiy to'g'risida juda ham chiroyli tadbir bo'ldi. Xudo xolasa, bugungisi ham undan ortiq bo'lsa bo'ladiki, undan kam bo'lmaydi. Xudo xolasa, nasib. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Mana bugungi bizning loyihamizning ikkinchi ilmiy stendapi. Tabiiyki, kecha buyuk allomamiz, buyuk tarixchimiz, buyuk bizning vakilimiz butun Hindistonni bugungi kunda Hindiston bo'lishiga o'z hissasini qo'shgan Muhammad Zahiriddin Boburga bag'ishlanadi. Chunki uning kecha tavallud kuni edi. Shuning uchun ushbu tadbirimizga biz O'zbekistonda taniqli nutq egasi, nutq san'atining vakili Rahimboy aka Jumaniyozov taklif qilganmiz. Marhamat, kutib olingizlar. O'ylaymanki, juda ham qiziqarli va hamma uchun manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Ilm ma'rifatni muqaddas bilgan, tarixga, adabiyotga, san'atga mehri, muhabbati bog'langan qadrdonlar. Hozir e'tirof etganlaridek, Bobur, Boburnoma degan so'zlarni biz ko'p ishlatamiz, bilamiz. Lekin bironta inson butun Boburni, Boburnomani to'liq egalladim, bildim deyish davosidan yiroq bo'lsa kerak. Boburnomani ham o'ziga xos bir o'rni bor. Demak, Boburni hayoti bilan bog'langani uchun Boburnomani o'qigan, bilgan odam Boburni tushunadi. Boburning o'zining gapi bor. Zahiriddin Muhammad Bobur aytadi. O'qiganda gar mening so'zimni anglaydirsiz o'zimni deydi. Demak, meni so'zimda o'zim aks etdim degan gapi bor. Boburnomani varaqlaganda ham xuddi shu holatni ko'rasiz. Sababi odatda tarixchilar davriga moslab turib, o'sha davrda hukmronlik qilgan odamlarni alqab, maqtab gapirishni rasm qilgan. Men xohlardim, Gippokrat qasamyodi bor. Tarixchilarga ham shunday qasamyod berilishi kerak. Lekin butun tarixni bor aslicha ko'rsatish o'zini ham kerak paytda ayamaydigan bu Boburdan o'rgansa bo'ladi. Hammaga ta'rif bergan paytda uni kimligi, o'rni hammasini ko'rsatadi. Boburnoma shunday bir qudratga ega ekanki, biz uni tarixiy asar deymiz, memuar asar deymiz, etnografik asar deymiz, geografiya, shu inson hayoti va tabiat jamiyatiga daxldor bo'lgan barcha manbalarni aniqlik bilan beradi. Kerak paytda uni musavvirmikan yoki naqqoshmikan deb o'ylaysiz. Tasvirlariga juda beriladi. Tabiat tasvirimi, joy tasvirimi, shaxslar tasvirimi, hammasini bir obrazli shaklda ifodalaydi. Qisqa lo'nda. Chunki Boburnamani ana shu xususiyati bilan ravon yozilgan, tez o'qiysiz, tez fahmlaysiz. Aslida voqea, ya'ni voqealar nomi bilan ma'lum bo'lgan. Keyinchalik esa bu Boburnoma nomi bilan yuritilgan. Asli qanday bo'lishidan qat'iy nazar shu. Temuriylar shajarasiga nisbat berilgan paytda Boburning alohida o'rni bor. Davr bilan bog'liq holda bizni hech qachon inkor qilmaymiz. Lekin shunday insonlar bor, qismatiga ikkita narsa yozilgan. Biri qilich, ikkinchisi qalam. Qilich bilan qalam ikkalasi ham ishlagan, faqat bitta maqsadga yo'naltirilgan. Bu xalqning manfaati, xalqning hayoti, uni tinchligi, osudaligi, farovonligiga yo'naltirilgani bilan ajralib turadi. Qilich bilan ham qalam bilan ish tutgan shohlik va shoirlik qismati degan paytda keyingi davrlarda yashagan mana Feruz Muhammad Rahimxoni, Bahodirxoni Soniyni ham aytamiz. Lekin Temuriylar shajarasidan mana shu shoir va sarkarda Boburga xuddi shunday holat berilgan. Ibrohim Lodiyda 100 mingga yaqin, 100 ming deb hisoblayveraylik. Bir necha barobar mana katta, ko'p. Lekin shuni yengib chiqishiga sabab bo'ladigan narsa birinchidan ichki nizolar bor edi. Ibrohim Lodiyni
xizmatchilarning aksariyati unga norozilik bilan qarashi ichki nizo buzadi, ichdan buziladi odat. Keyin unda tajribasiz va tadbirsiz edi deb yozadi Boburnomada. Boburning o'zi Ibrohim Lodiy haqida bergan ma'lumotni. Va o'zini ham 12 yoshida Samarqand bilan bog'liq jarayonlarda tajribasiz va men tadbirsiz edim degan gap o'zini ham ayamadi. Shunaqa yozgan. Keyin ana shunda bir qiziq holat bo'ladi, qanday qilindi va keyin aql va kuch. Qachonki aql strategiya bilan bog'lansa, kuchni yengishi mumkin. U kuchli bo'lgani bilan hech narsa qila olmay qolishi mumkin. Mana tasavvur qiling-da. Juda katta kuch fillar bilan kelyapti. Fil bilan kelyapti mana. Fillar maxsus qo'shin kuchli Ibrohim Lodiyga. Bu yerda 10-12 ming askar. Endi bunga kuch beradigan va askarlarni ruhlantiradigan bitta qurol bor. Bu aql bilan undagi til, yurak. Mana shu uch birlik ishlaydi unda. B deymiz biz. Boshqaruvchi, buyuruvchi, bajaruvchi. Bu aql, farosat, strategiya, jur'at, jasorat bunda. Keyin til yetkazadi. Agar mana shu uchovi ishlamaganda edi, hech narsaga erisha olmasdi. Askarlarga kuch bergan, ularni ilhomlantirgan narsa ham aslida Boburning notiqlik mahorati, oratorlik jihati bo'lgan. Chunki bu xatoba san'ati va voizlik san'atini chuqur egallagan. Qayerda, qachon, qanday qilib va qaysi so'zni qanday aytishni bilgan va urushga ham xuddi shunday shu sharoitda bog'lagan. Mana tasavvur qiling. 12 ming qo'shin 100 mingni ko'rgan paytda aql bovar qilmaydi. Yengish mumkin emas buni. Yengish uchun buni qanaqa yengish mumkin bu? Shuncha katta kuch. Kuni kecha uylangan va bitta farzand ko'rgan, hali farzandini ko'rmagan, ota-onasi duo qilib qaytishni istagan odamlar bor qo'shinda. Keyin ular talmovsirab, garangsib orqaga qayta boshlaydi. O'sha paytda uning qo'llagan usuli, birinchi qo'llagan usuli shundan iborat. Otam dedi Gulbadam begim rivoyatnoma o'gituv, lekin chin haqiqat bor. Shunda otam qo'shinni talmovsirab qolganini ko'rgandan keyin rangi uni ham oqara boshlaydi. Chunki bularga kuch berish kerak. Qanday qilaman? Otni ustiga chiqib, azod turgan holda egarda turib, orangizda o'lmaydigan bormi? Hamma jim. Orangizda o'lmaydiganlar bormi? 3 marta takrorlagandan keyin yo'q dedi. Tirik jon borki o'ladi. Tug'ilmoq o'limga qo'yilgan birinchi qadamdir. Demak, tug'ilish bu o'lishga tomon degani. Xo'p, shunday ekan itning ham, yigitning ham o'limi bor. Lekin itning o'limi uni nafsi uchun o'ladi. Yigit o'limi ori, o'zini tuprog'i, himoya uchun, xalqi uchun jonini taslim etadi. Ota-onasi uchun, farzandlar uchun jonini taslim etadi. Bu urushda agar biz yengsak, g'oziymiz, yengilsak biz shahidmiz dedi. Shuning uchun qanday qilsak bo'ladi degan mazmunda gapirgan paytda hamma jim turadi. Bir necha daqiqalardan keyin bu so'zning qudrati unga singishgandan keyin hamma qilich va nayzasini azob ko'tarib, biz jangga tayyormiz dedi. Va ana shu kuch bilan Ibrohim Lodiyni esankirab tashlashga sababchi bo'lgan birinchi Boburdagi tajriba, strategiya, aql va notiqlik mahorati. Ana shuning orqali bu narsaga erishadi. Yana bir tomoni, yana bir jihati bu shunday usul qo'llaydi. Artilleriya, toplar hech qachon uncha janglarda bunda qo'llanmaydi. Toplardan ishga olingan topning endi ovozi o'zidan ham dahshat soladi. Fillarni esankiradi. Bu toplarni ovozini eshitgandan keyin fillar talmovsirab bu yoqqa ketishga tarqalib ketadi, buziladi. Tamam, boshqa iloji yo'q endi. Buzilib qoladi. Nima qilishini bilmaydi. O'shanday turganda bu bitta hali. Keyin to'lg'ama degan bir usul, jangni qanotdan chiqib kelib bunday hujum qilish. Ana shu usulni qo'llaydi. Keyin buni Amir Temur ko'p qo'llagan bu usulni, sohibqiron Amir Temur. Shunday holat bo'lgandan keyin bular ham kutmay qoladi. Keyin artilleriya to'lg'ama uslubidan keyin zanjir uslubini qo'yadi va hech qachon qo'llanmagan usul. Zanjir uslubi aravalarga zanjir bog'langan. Shuni o'zi mudofaa bo'ladi, o'tib keta olmaydi, kesib o'ta olmaydi. Shuni o'zida to'xtatib qoladi. Mana shu holat bo'lgandan keyin Ibrohim Lodiyni shuncha son bilan emas, demak sifat bilan bog'liq ekan bu degan gapni shu yerda anig'ini biladi. Hali Ukrainani
xalq lashkari boshchisi Gideon degan bo'lgan, Gideon. Shunda sen sana askarlarni qanday tanlab olasan deb so'ragan paytda qarasa 3000 ta askar turibdi dedi. Shu 3000 taning ichidan hozir bularni hammasini daryo suv bo'yiga olib borasan, olib borganingdan keyin hammasiga suv ichishni buyurasan va yana saf tortib turishni buyurasan dedi. Shunda hamma keladida suv chanqab turib suv ichishni boshlagan paytda ikki xil usulda suv ichiladi. Birlari xanjarni, qilichni, nayzani qo'yib turib ichadi, hovuchlab ichyapti. Ikkinchilari shunday ushlagan paytda ichadi. Hovuchlamasdan ichganlarni bu yoqqa chiqar dedi. 300 ta bo'ladi ularning soni. Mana bular bilan jangga kiraman dedi. Uni sonining ko'pligi ish bermaydi dedi va 300 tasi bilan g'olib keladi. Boburda ham xuddi shunaqa usul bo'ladiki, ularni yuragiga cho'g' soladi. Yurt muhabbati degan tushunchalarni tushuntiradi va buni o'zini boshidan kechirganlar eng azob uqubatlar yor va diyor mavzuyi. Bir Zokirjon Xolmuhammad o'g'li Furqatda bor o'zbek adabiyotida. Endi undan oldin mana Boburda bo'lgan haqiqatda bu kuch bilan, mana shu dahshat bilan ko'p narsani ishga solgan. Keyin o'sha shohlik va shoirlik bir-birini inkor etmaydi. Odatda inkor etadi. Lekin bunga ana shu xususiyatlar hissiy bir, ruhiy bir qudrat bo'lganki, uni ijodida bu aks etgan. Chunki har birini o'qigan paytda mana toli yo'qi jonimga balolik bo'ldi. Har ishniga ayladim xatolik bo'ldi. O'z yerini qo'yib hinsori yuzlandim. Ya Rab, netayin ne yuz qarolik bo'ldi. Mana o'zini o'sha qarob bo'lishi bu she'rni yozayotgan paytda ham, ruboiyda ham xuddi o'zini holatini, o'zini ruhiy kechinmalarini solgan va bu o'z ixtiyori bilan ketayotgani yo'q. Shu zamonni tazyiqi va yoshlikda mana 12 yoshda o'tirgan bo'lsa, shu tajribasiz holatlar hammasi shunga asos bo'lganini yozadi. Mana 1494 dan boshlangan bo'lsa, o'sha davr bilan bog'langan holda birinchi Boburnomani boshlanishiga bir e'tibor bering. Bismillahirrohmanirrohim. Tengri taolaning inoyati bilan va Hazrati On sarvari koinotning shafoati bilan va Chahariyor bo safolarning himmati bilan seshanba kuni Ramazon oyining 5-ida tarix 899 da Farg'ona viloyatida 12 yoshda podshoh bo'ldim deb ana shu podshohlikni boshlagani, keyin bu jarayonlar hammasi davom etadi. Boburnomani qudrati yana nima bilan qarang. Farg'onami? Bovarnahr, Xuroson, Hindiston, Afg'oniston har birini ko'z oldingizga jonlantiradigan qudrati bor va biz buni o'qigan paytda maza qilib o'qiymiz. Uni bunda faqat jiddiy turib emas, yumordan ham foydalanadi. O'zini otasi haqida gap ketgan paytda kamar beliga bog'langan belbog'ni shunday tortib bog'lar ediki, qo'y borganda iplari uzilib ketardi degan gaplar bilan ham yozgandi. Ayniqsa Navoiy haqida juda o'rinli bir fikrni aytgan. Odatda muhabbat shunday yuzma-yuz va g'oyibona bo'ladi. G'oyibona muhabbat bo'lgan, mehr bo'lgan. Men shuni ko'rsam, lekin aslida Navoiy ijodidan bahramandlik Boburga kuch bergan. Chunki mana qarab tursak, hozir yodimda qolganlarni aynimni aytaman. Navoiy hazratlarida g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish, elanga shafiq u mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ishragar qizil gul bitsa, bulbulga tikandek oshyon bo'lmas emish. Endi Boburda takrorlanishini ko'ring. Shod etmas emish kishini g'urbatda kishi, yod etmas emish ko'ngilni mehnatda kishi. Ko'nglim bu g'ariblikdan shod o'lmadi oh. Shod o'lmas emish albatta g'urbatda kishi. Mana shu she'rni mazmun mohiyati bitta. Undan ilhomlanganga bitta ruboiy orqali ham bilsa bo'ladi. Va o'zini gapi bor. Alisherbek naziri yo'q she'rdi. Turkiy til bilan to she'r aytib turdilar kim, hech kim ancha ko'p va xo'p aytgan ermas. Mana muhabbat. Mana misol uchun bunday bir-biri bilan ko'rish imkoni bo'lmagan, lekin yozishmalar orqali va ko'p narsani bilish. Mana
Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni ko'rishish ishqida, ko'rishish, yuzlashish niyatida bo'lgan Sulton Vaysil Qarniy. Sulton Vaysil Qarniy dedi. Demak, ana shunda shu holatni ko'ramiz. Sulton Vays ko'rish niyatida bo'ladi, lekin ko'rishmagan. Va Muhammad payg'ambarimiz unga o'zini xirqasini bergan. Xirqasini bergan. Mana shu muhabbat orqali. Lekin shunga beringlar. Meni eng yaqin do'stim, sadoqatli insonim deb yuborilgan. Bular ko'rishmagan, lekin bir-biriga muhabbati kuchli bo'lgan. Do'stlik muhabbati nihoyatda kuchli bo'lgan. Xuddi shunga o'xshagan. Endi mana bunday qarab turadigan bo'lsak, biz memuar asar deb aytdik. Endi juda katta polotno bu asar. Lekin ko'proq o'sha tarjimai hol, ya'ni butun boshdan oxirigacha o'zini aks ettirishi bilan, o'zini hayoti bilan bog'langan bo'ladi. Shuning uchun bu asarda eng muhimi hali ta'kidlaganimizdek aniq, real narsalarni qo'yadi. Xayol bilan bo'lmaydi. Lekin bizda shunaqa bir odat borda. Ko'pincha tarixchilarda shu holat o'sha hukmdorga yoqish, hukmdorni qilayotgan ishlari, yuritayotgan islohotlarga yoqsa ham yoqmasa ham xayrixohlik ifodasini ko'rsatish kerak bo'ladigan tomon bo'lgan. Chunki haqiqatda Boburda bunday holat emas, oqni oq, qorani qora deyishni ma'qul ko'rgan. Bu chunki haqiqatga yaqinlik. Chunki haq, haqiqat bu Xudo, yaratuvchiga, Xoliqqa borib bog'lanadi. Ana shuning uchun bunda har bittasida janr xususiyatlari bilan oladigan bo'lsak ham shuni biz ko'rishimiz mumkin. Hali e'tirof etganimiz mana har bir joyni o'zini ko'raman. Bog'ron nahrni, tarixini va har bittasiga munosabat bildirgan paytda o'sha xalqni etnografik, urf-odatlari bilan bog'liq holdagi har bir xalqni o'zini kiyinishi, gap so'zlarigacha va joy manzillarigacha ko'z oldingizda xuddi video tasmada ko'rsatganday yozish qudratiga ega bo'lgan. Bu uni badiiyatga, shoirlik iste'dodi ustun bo'lgani uchun bunga imkon bergan. Aks holda bu narsa o'zini ro'yobini ko'rsatmagan bo'lardi. Mana shu paytdagi davlatlar orasidagi, mamlakatlar orasidagi munosabatlarni ham o'zini ifodasini topgan, ko'rsatilgan. Bu hammasi birinchi navbatda Zahiriddin Muhammad Boburdagi iste'dod va ichidagi g'am, alamlar hammasi bo'lgan. Chunki uning dilidagi alami qo'lidagi qalami bilan o'zini ro'yobini ko'rsatgan. Shuning uchun u qo'lida qilich ushladimi, qalam ushladimi, faqat o'sha o'zini yurti uchun, sog'inch hissi uchun qildi har bir narsani. Bu harakatlarni mana shu murakkabligi ham shunda bo'ladi. Do'stim, endi ana shu nuqtai nazardan bu asarning tarixiy bir ahamiyati nihoyatda kuchli bo'lgan. Hali aytib ketganimizdek, bu jo'g'rofiy tomondan ko'rib, kuzatib, aniqlik bilan yozgan paytlarda mana har bir narsani joyini va o'sha manzara qaysi tomondan qaysi daryo oqadi, qaysi tomondan qurshab olingani, Badaxshon tog'lar qayer bo'lishidan qat'iy nazar shu narsani aniqlik bilan beradi. Bu ham Boburnomadagi asarning quvvatini, uni qudratini ko'rsatadi ekan. Endi mana Sabohat Azimjonova buni juda yaxshi ishlagan, Bobur davri bilan bog'langan holda, keyin tarjima qilgan ingliz tiliga menimcha Beveridge xonim bo'lgan. Shuni Beveridge tarjima ham qilingan. Bu chunki bu asarga ehtiyoj bo'lgani uchun. Ana shu jarayonlarni ko'rsatgan. Mana Farg'ona vodiysi haqida gapirgan paytda, yurtni sog'inchi haqida gapirgan paytda qovun keltiriladi. Qovunni shunday bir bo'limini tilimini olib yeydigan paytda ko'zlaridan jiqqa yosh to'ladi deydi. Jiqqa yosh to'ladi. Nimaga desa, chunki shu darajada yurtni bo'yi, ya'ni hidi kelib turganini ko'rib turib his etadi-da, yeyolmay ko'zlaridan yosh chiqadi. Mana bu vatan tuyg'usi uning qayg'usi bilan uyg'un ekanligini bildiradigan jihati shu bo'ladi. Keyin haligi tarixiy mana berilayotgan har bir narsani aytayotgan paytda bitta muhim xususiyat voqelikni aks ettirgan paytda bizlarning tarixchilarimizda mana hatto Juvayniyni, Nasaviylarni ham ko'rgan paytda shu paytda hukmronga sal qayishibroq turib yozgan.
Shafoat Rahmatulloh degan bir surxondaryolik shoirimiz bor. Shuni bir she'ri bor. Sirtimga qarab sen chiqarma hukm, bilmaysan ichimda nimalar hokim. Oldinda bor vaqt degan donishmand ko'rsatar hali u sen kim u men kim. Oliy hakam ham, hukm ham bu yagona vaqt. Shuning uchun ham al hukmi lillahi al mulki lillahi. Hukm ham mulk ham Allohdandir dedi. Lekin vaqt mezon. Mana shu mezonga qarab turib bor narsani aytgan. Strategiya oldindagi maqsad. Uni amalga oshirish uchun qo'llanadigan yo'l usullar taktika bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman. Til taktikasi taraqqiyot strategiyasini ta'sirchan va innovatsion mexanizmi. Chunki birinchi navbatda til qanday qilishni strategik maqsadni amalga oshirish uchun qo'llaniladi. Shaxsidagi uning shaxsi bilan gapirilgan paytda ruhiyati xuddi shu o'sha tuyg'u bilan bog'landi. Diyor mavzuyi o'z-o'zidan turdi. Yurt sog'inchi hali keltirilgan misollarda ham aks etdi. Keyin u mag'lubiyatni muvaffaqiyatning eshigi deb bildi. Qaytmadi. Har qanday mag'lubiyat bu saboq, ilm. Uni faqat to'g'ri xulosa chiqarish kerak. To'g'ri. Xato qilmaslikning o'zi xatodir dedi. Yana bir xatolardan to'g'ri xulosa chiqarmaslikni bildiradi. Ana shu tomoniga e'tibor qilinadi. Demak, o'z-o'zidan ana shu xatolarda nega, nima uchun, nima maqsad, nima sababdan degan savollarga javob berish muhim hisoblanadi. Bizda bilim nima? Bilim nima, qachon, qayerda? Bu shunchaki bilim. Lekin bilim xizmat qilish kerak bo'lsa, ana unda ilm paydo bo'ladi. Nega, nima uchun, nima maqsadda, nima sababdan degan savollarga javob berish bu ilm bo'ladi. Bilim mashinani o'zi bo'lsa, ilm uni harakatdagi payti. Shuning uchun bu biz manbalarga, tarixga yondashgan paytimizda ko'pincha ana shu xususiyatlarga, jihatlarga e'tibor qilishga to'g'ri keladi. Vatan sog'inchi degan tushunchani Boburni o'zini tabiati ijodiyotida to'liq o'zini ifodasini topgan. Har bittasida muhim bir xususiyatlar. Yozuv bir xil, lekin ikki xil ma'no chiqadi. Mana she'r dar bodiya deb yozilgan. Bitta o'qiysiz, bodiya degani irish ma'nosi ham bor. Bodiyani badaviy deydi, sahro degan ma'nosi ham bor. She'r dar bodiya degan paytda tovoqda sut. Ikkinchi marta o'qisangiz sahroda she'r. Yozuv bir xil, boshqa. Ana shunday usullarda ba'zan ijod qiladigan jihati. Qarang. Labing bag'rimni qon qildi. Ko'zimdan qon ravon qildi. Nega holim yomon qildi? Men ondan bir so'rarim bor. Bu ihom degan san'at. Ihom degani shubhaga solish, adashtirish degani. Bunday qaragan paytda labing bag'rimni qon qildi. Seni labing qizil, bu ham shu ko'zimga o'xshagan qon ravon qildi. Nega meni holimni yomon qildi deb men undan so'rarim bor. So'ramoqchiman dedi. Labingdan so'rayapman. Nega meni ko'zimdan yosh to'kding, nega bag'rimni qon qilding deb undan so'rarim bor degan paytda o'sha so'rarim degan so'zda ihom san'ati bor. So'rarimda vapros zadavat ma'nosi emas, deb so'rish ma'nosini qo'yapti. Ikkalasin. Uni ham buni o'qiganda bir xil, lekin ikki xil ma'noda tushunadi. Mana til va uslub imkoniyatlardan Bobur foydalana oladi. Chunki Boburni mana shu qudrati shu. Mana bir necha tillarga tarjima qilingan, hali aytdim, beverish ingliz tiliga tarjima qilingan. Juda katta Boburshunoslik bo'yicha o'rganilgan. Biz zaman Ravshanbek bilan ishlagan paytda Sabohat Azimjonova degan ayol Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharqshunoslik institutini da ishlar edi. O'sha paytda Boburga tegishli bo'lgan manbalarni sinchiklab ko'rib, Abdulla aka degan odam shu butun qo'lyozmalarni bilardi. Shunday men u odamni barmog'ida ko'zi bor deb o'ylardim.
qo'lyozma shuni tekshirgan paytda qaramaydimi bunday qiladi. Iroq qog'ozi, Samarqand qog'ozi, fabrika qog'ozi, Buxoro qog'ozi deb aytib bera olardi. Shu darajada unda ana shunday imkoniyatlar bo'lgan. Bularning hammasi ana shu o'zini qudrati bilan, o'zini kuchi bilan bevosita bog'langan bo'ladi. Endi Bobur bilan bog'langan holda mana tarjima o'ziga xos bir ko'prik. Lekin u gapirgan paytda majoz bilan gapirishni xush ko'rgan. Chunki al-majozu qantaratul haqiqat. Majoz haqiqatni ko'prigi degani. Ko'p narsani majoz orqali aytish san'atda o'ziga xos usul. Hatto Qur'oni Karim ham mana saj bilan yozilgan va o'sha ohangdoshligi va juda ko'plarda tilsim. Bunday varaqlab ko'radigan bo'lsangiz, yozuvni o'zida yillar kelib chiqadi. Qandaydir mana hanuz o'rganishyapti, bilmaydi. Chunki bunda butunlay boshqacharoq bir holatda ifodalangan. Chunki bu asosan vosita bo'lgan. Adabiyot uchun eng muhim narsa. Adabiyot bu ishora, obraz. Qizim, senga aytaman, kelinim seni eshit. Adabiyotning mohiyati shu. Shuning uchun Zahiriddin Muhammad Bobur bu usullarni ham joyiga qo'yib juda chiroyli ifoda etgan. Mana shu tomonlarga ko'proq e'tibor qilish kerak. Endi mana Boburni ijodi bilan bevosita bog'langan holda aytsa ham majozdan foydalanib ifoda etadi. Ey kim, quyosh ur yuzing hilolu qoshdir. Po'loddir ko'ngling, bag'ring toshdir. Nomamga agar yaxshi javobing yo'qdir, so'kmak bilan yod aylasang ham xushdir. Mana aytgan paytda o'xshatish, birovga mana hali genining bir gapi bor. Kimki agar ayolni gulga o'xshatsa, bu birinchi, o'xshatsa u yaxshi. Ikkinchi o'xshatgan u telba deydi. Buni ahamiyati yo'q deydi. Shuning uchun chiroyli obrazli so'zlarni topib ishlatish. Qosh, hilol bu bor. Lekin bu tasavvufiy ma'no bilan qaraganda butunlay boshqacha ma'no beradi. Mana yomon bilan ulfat bo'lma yurgiroq, yo'lingga don sochib qo'yadi tuzoq. Yoyni egri ko'rib to'g'riligidan o'q undan qanchalik qochganiga bor. Pahlon Mahmudda kelyapti. Mana buni aytadi. Lekin shuni o'xshatishini ifoda vositasi sifatida oladi. Siz qaraysizki, o'q deydi. Haqiqatda juda kuchli o'xshatish borligini ko'rasiz. Chunki lekin vaholanki hilol, ko'z, qosh, lab bular hammasi tasavvufiy terminlar sifatida, tushunchalar sifatida ifodalangan. Buni zamirida aytadigan o'zini fikrlari bo'lgan. Ramzlar bilan gapirish mumtoz merosimizning eng muhim xususiyatlaridan bo'lgan. Bu har bitta kelayotgan o'sha 4 yillarning ichida bo'lsin, boshqasida bo'lsin, shu bo'ladi. Endi mana bizda yarim hazil, yarim uzul qilib aytadi-da. Shu bitta axborot kompyuter texnologiyalarida o'qigan bittasi dars o'tib tursa shunaqa, menga bunaqa usulda emas, shunday bir zamonaviy suratda bir talqin qiling, toki men muhabbatingizni izhorini bilay dedi. Qanday? Gulim, shakarim, bolim, asalim degan gapni hamma bir-biriga ishlatadi. Buni qizig'i yo'q. Menga original ishlatding. Chunki biz ikkalamiz ham ta'tilda o'qiymiz desa, "Ha, bo'pti" debdi. Keyin bunday bo'lsa debdi, bunday qilamiz debdi. Bilasizmi? Siz mening sim kartamsiz. Men esa telefonman desa, sim kartasiz telefonning mohiyati yo'q. Haqiqiy kuchli bo'ldi deb shunday quchoqlashib tursa, bu aytarmish. Bu bilmaydiki, men 4 sim kartalik telefonman deb aytadi. Shunga o'xshab tur. Shu obrazda mana hammasida Mumtoz merosida gulga, bulbulga ishlatilgan. Lekin o'z o'rni bilan ishlatilgan. Lekin bular birinchi ishladim. Bugun uni ishlatsak, uni mohiyati bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagan holatlarni ko'rib turamiz. Endi mana qarang. Bobur necha bu dahr meni zor aylar. Sabrimni kamu g'amimni bisyor aylar. To dahr durur, budur aning rasm kim, ayirib kishini azizdin xor aylar. Demak, mana bu yerda dahr keladi, dayr keladi. O'zi aslida dahr bu dunyo, u ya dayr ham dunyoli. Lekin dahriylik deganni biz boshqacharoq talqinda tushunamiz. Hammasi dunyo. Mana endi yurtni sog'inib o'sha Boburnomada keltirilgan hikmatlardan biri
Ko'pdan beri kim yoru diyorim yo'qdir. Bir lahza bu bir nafas qarorim yo'qdir. Keldim bu sori o'z ixtiyorim birla, lekin borurimda ixtiyorim yo'qdir. İnson o'zini ixtiyoridan tashqari g'ayri ixtiyoriy ravishda bir ishni amalga oshiradi. Mana biz yaxshi bilamiz, Said Ahmadni ufqida Ikromjon medaligi nima? Bolani Tursunboy, shunda bola urushga bormasdan qochib ketadi. O'sha paytda shuni otish kerak, darg'azab bo'lib, mahallaning nufuzli odami shunday otayotgan paytda bitta so'zni aytadi. Tegmaydi o'q. Xayriyat tegmadi dedi. O'zi o'ldirmoqchi, lekin ilojsiz. Qarangda mana. Bu holat shunaqa holatga tushadi-da. O'zi men xohlamayman deyapti mana. Lekin keturdan, borurdan meni ixtiyorim yo'qdir. Mana misol sifatida Mirzo Ulug'bekda ham Feruza haqida gap tarqalgandan keyin, Said Abbos bilan bog'liq tomonlar gap mishmishlar, g'iybatlar uchragandan keyin bu shoh endi. Ey Feruzam, men seni seva taloq qilurman dedi. Taloq qilmasa bo'lmaydi. Chunki shohni ayoliga nisbatan bir no'rin gap ketib qoldi. Shunday bo'lsa ham, men sevaman, lekin seni taloq qilib turaman dedi. Xuddi shunga o'xshagan holatlarni ifoda etadi. Shuning uchun haligi borurda, keturda ixtiyorim yo'qdir degandagi ma'no shu bilan bog'langan. Xo'p, yig'ilmoqni farog'at tutingiz. Jamiyatingiz borini davlat tutingiz. Chun gardishi charq budur tengri uchun bir-birini necha kun g'animat tutingiz. Mana bu aynan Navoiyni hikmatlariga xos bo'lgan uyg'unlik. Chunki 100 Boburda shu hikmat keladi. To'rtligi butun boshdan o'tgan, butun o'zini tarixi, o'zini hayoti bilan bog'liq bo'lgan narsalar hammasi bunda aks etadi. Otasi haqida gapiradimi, kim haqida gapirsa o'sha tabiiylik degan tushuncha unda ustun bo'lgan. Mana shuni. Keyin mana Yevropa me'mori adabiyotlaridan Jean-Jacques Rousseau va Julius Caesar'dan keyin mana Sharqda Bobur ularga shu bu xotira janri ham bo'ladi. Chunki o'zini boshdan o'tganlar-ku, ularga ham mos uslublarda shu narsani ifodalaydi. Hamma qayg'udan ham yomondir hijron. Qo'limdan kelmaydi sendan ayrilmoq. Jonsan, jondan keshish emas-ku oson. Dardliman olamcha dardim. Avrazing sham'idan men o'rgilardim. Gar vasling davlati muyassar bo'lsa, surtardim poyinga bu ro'yi zardim. Hech bir gap qolmadi ma'lum bo'lmagan. Dunyoda osir qoldi mafhum bo'lmagan. Bilimim haqida chuqur o'ylasam, bildimki hech narsa ma'lum bo'lmagan. Badriddin Hiloliyning bir to'rtligini o'qiyman. Bu Boburni Boburnomasiga monand dard bilan bog'langan. Bevafo olamda hech kim xurrammas. Odamzod nasliga shodlik hamdammas. Kimki bu olamda bo'lsa g'ussasiz, yo bu olamdanmas, yoxud odammas.